45. Kun tug'di Alining o'lg'irmishga ikkinchi qitim xat avatganligi aytiladi. Ali yana duvat qog'oz berishni so'radi. Qo'liga qalam elib maktub yozdi. Xudoning nomi bilan so'zini boshlab, "Ey yaratgan, parvish qilgan, kechirgan egam" dedi. U Qodir Tangriga ming hamdu sano aytdi. U to'g'rig'imi, aygirigimi o'z hukmi azalini yetkazadi. Xudo yakki yegona, sof va pokdir. U yo'qni bor qila oladi va borni yo'q qila oladi. Uni birla deb bil, tiling bilan maqta, diling bilan ishon. Ibodat qil, diling va tilingni to'g'ri tut. Nimani xolisi shuni qiladi, tilikiga erishidi. Nimani bo'l desa, u xolig'inidek bo'ladi. Bütün qimirlig'uvchilarga rizq beradi. Tiriklik bilan bir qatorda o'limni avatadi. Qadrlik yoki xor bo'lish uning hukmi bilan bo'ladi. Yana ulug'qimi, kichikkimi yo'l ochadi. Uning xolig'ini bilguchi yo'qdir. Avatgan qazosini to'sivog'ichi yo'qdir. Söyümlük peygamberge tümün ming salam bo'g'ay. Bu salomimni Xudo Rasulullah'a yetkizgay. Peygamberning butun sahobalariga salam. Xudoyim bu salomimni davomliq yetkizgay. Aligdin sana ko'p madhiya va salam. Holingni so'rayman, ey yetilgan aqlliq. Ko'ngil so'rab maktub yezib avatdim. Ahvoling qandoq, ey zerak donishman? Sana qerindishingni avatgan edim. Tilikim shu ediki, sen mening qishimga kelsin. Bu yoqqa kelib, mening oldimda bo'lishni va didor ko'rishni sen xohlamabsan. Maktubimga javob maktub yezibsan. So'zlaringni qerindishing eg'izi bilan yetkazdi. Maktubingni o'qidim, so'zing tushunildi. So'zimni angla, o'zingni qochirma. Sana shekardan tatliqroq so'zlarni avatgan edim, menga yenib kelgini og'udunmi ochiq bo'ldi. Yana mening bu so'zlarimni anglag'in, ko'nglingda tutqin, ey mehribon do'stim. O'zingiz Zohid nomini ravo ko'ribsan. Eting Zohid bo'pti, tog' ichida yashapsan. Bu noming bilan dong shuhrating chiqdi. Kishilar orasida büyük mashhur bo'lding. Taat ibodatingning hammasi noming uchundir. O'z o'lishingni zo'mi-zo nobud qilma. Agar taat ibodatingga xalqning ko'zi tushsa, ibodating buziladi, asosi yo'q bo'ladi. Xudoga qilingan ibodat hammasi maxfiy bo'lishi kerak. Bu maxfiyat bugun xalqqa echilmasligi kerak. Qara, Xudo söyümlik bandasini yo'shirin tutadi. Bundoq bandalarni xalq tilga olmaydi, tonimaydi. U Xudoga dushmanmi yoki yaqinmi, bilginki, u banda o'zini o'zi bilmaydi. Bu yoqqa kel, shahar kent ichida yasha. Ko'pga qitilg'in, aralashqin xalq seni bilmasin. Halol dunyoga ega bo'l, o'zingni ta'minla. Osh-yalang'ochni to'yg'oz, yirtilganni putulla. Kishining yaxshisi halol dunyoga ega bo'lsa, ikki dunyolikda yemak-ichmakka erishadi. Ey menga kammiguchi, bu so'zlarni angla. Asli ulug', pok donishman nima deydi? Agar mol dunyo yaxshi bir odamga uchrab qolsa, ikki olam yeb ichishga yaraydi. Mol dunyoga erishib, maishat qilishni bilmasa, uning hisobi keladi, eg'ir yuk bo'ladi. Ey dana, Xudoning bandalariga foydaliq bo'l. Mard degan kishilarga naf berishi kerak. Seni men musulmonlarning foydasi uchun bu yerga chaqirib ey Zohid. Bu yoqqa kel. Kishilarga foydaliq bo'l, hojatiga yara. Foydaliq bo'lmagan kishi tiriklar orasidagi o'likdir. O'z foydasini tilaydiganlar odam bo'lamdi.
El paydasını ko'zlaganlar haqiqiy odamdir. Mollarini ulashtirsala sexiylik bo'lmaydi. Jon tenini xalqqa pido qilganlik haqiqiy sexiylikdir. O'zini qo'g'diganlik mehribonlik emas. Kishilarni izdiganlik haqiqiy mehribonlikdir. Kishilar yaxshilik deyishidi. Bu yaxshilik qandoq? Menga aytib boqqina, ey bilimlik dona. Kishilar yaxshi deyishidi. Bu yaxshi kim? Kishining dardiga davo bo'lsa, mana bu yaxshi kishidir. Ey dili ro'shan, bilimi cheksiz kishi. Bu so'zlarga qarab boq, aqlingni yetkaz. Nazar sol, bu so'zlarim chin so'zlarmi? Chin bo'lsa, havasni qo'y, tur bu yoqqa kel. Uzun so'z degan so'z zerikarlik bo'ladi. Aqlli kishilar so'zni oz qiladi. Shu so'zlar bilan bas qil, ortiq so'zlama. Aql va bilimga qarshi tilingni uzartma. Buningdan boshqa qeyb qolgan so'zim bo'lsa, qarindishing yetkizgay, uningga omonat qildim. Ali maktubni tugatdi, turib qattiq bog'ladi. Illiq shamol chiqib, xatni quritdi. Ustiga muhrni besib, xatni qo'liga oldi. O'gdilmishga sundi. U darhol qo'liga oldi. Ali yana dedi: "Ey o'gdilmish, maktubni bagin, yana bilganlaringni og'zing bilan ayt. Nima deyish zarur bo'lsa degin, yana qattiq tur. Uni qoyil qil, shahar kentga chaqir. Tiliki nima bo'lsa, bu yerga kelgandan keyin uni men hal qilib beraman." O'gdilmish xo'p deb o'rnidan qopdi va tashqariga chiqdi. Bu yaxshi do'st uyiga yetib keldi. Uyiga kelib ichkariga kirdi. Yeb ichib bir oz aram oldi. Rumi qizi quyosh yuzini yerga yoshirdi. Olam gardishi rangining yuzidek qaramtul bo'ldi. Osmon butunlay qora qush tusiga kirdi. Dunyo butunlay qora qush peyini yepindi. O'rin silib yotdi, uzun xiyol surdi. Qerindishi bilan yuz turani nima deb so'zlashishi kerak? Ozroq uxlab yana uyg'ondi. Tun o'shgan ko'mirdek qorong'u edi. Uyqusi qochdi, qopib o'ri turdi. Qorong'u tun etikini yuqori ko'targan edi. Quyosh yerdan qopib beshini ko'tardi. Yo'ruq yuzi tabassum qilgandek kulimsiradi. Qopib tahorat oldi va bomdod namozini o'qidi. Keyin biroz o'ltirib duo qildi. Ondan bir o'g'ilning yordami bilan etini tutdi. Xushallik ichida kulimsirab uydan chiqdi. Qarindishiga yaqinlashganda, qarindoshlik haqqini qo'g'dab, xeli yiroqtilla otdan tushdi. Asta berib eshikni qoqdi. Qarindishi ibodatini qo'yib, o'rnidan qopdi. Darhol oldiga chiqib eshikni ochdi. Salom qildi-da, qo'lini tutdi. O'dg'irmish qo'lidan tutib uyga boshlab kirdi. Uni hurmatlab, so'yib to'rga boshladi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. Dedi: "Ey qarindishim, nimaga jafo chekib yurasan? Bu qitimmi sen oldimga bekoga kelmading? So'zni kesib aytgan edim, uni anglagan eding. Meni zo'rlab nemishqimi jafo tortadigansan? Bilim berguchi yaxshi yomon kishini sinab bilguchi nima degan angla. Kishini sinashda bir qarashli kifoya. Tilikini bilish uchun bir necha eg'iz so'zli kifoya. Kishi oltin bilan misni farq etamisa, bir toshqa ozroqli surib ko'rsa kifoya. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey qarindosh, sen menga ochiqlanma, dilingni bearam qilma. Xizmatchi ko'zini ochsa begini ko'radi. Bayla nimini buyursa shuni qiladi. Aliga maktubing bilan so'zingni yetkizdim. Eg'izing bilan nima degan bo'lsang shuni dedim. So'zingga javob berib maktub avatdi" deb xatni elib uning qo'liga uzatdi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. O'dg'irmish maktubni oldi va ochdi. Xatni o'qidi va xiyolga cho'kdi. Va dedi: "Ey qarindishim, sening nima dading borki,
beging meni shuncha vala zo'rlab chaqiribdi. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.